Qur'on va 21-asr. Abdori Mamtimin Hazrat. İslamdan ilgari va keyin sahabalarda ism, kiyim-kechak va biz. İslam tarixi bir inqilobdir. İslam insoniyat tarixida yep-yangi bir davr, yep-yangi bir madaniyat yaratgan inqilobdir. Ammo ism yoki kiyim-kechak inqilobi bo'lgan emas. İslam insonlarning ro'y dunyosida tubdan o'zgarish hosil qilgan inqilob bo'lganligi uchun musulmonlarning ism va kiyim-kechaklariga belgilik ta'sir ko'rsatgan. Payg'ambarimiz 40 yoshga kelganda milodiy 610-yili payg'ambarlik vahiy keldi. Hem Allah'ın Resulü hem tuncu musulman peygamberimiz idi. Peygamberimiz tug'ilganda cho'ng dadisi Abdul Mutallib katta ziyofat berib ism ma'rikasi qildi. Bu ziyofat so'rinida bu vaqtning ismini so'rganlarga ismini Allah va uning bandalari maqtusun deb Muhammad qo'ydim deb javob bergan edi. Muhammad so'zining uyg'urcha ma'nosi ko'p qatim shukr sano etmoq, takror maqtanmoq, ko'plagan yaxshi xuylarga ega degan ma'nolarni o'z ichiga oladi. Islom tarixchilari payg'ambarimiz tug'ilishdan burun Makkada Muhammad ismi bilan bo'lgan 7 nafar kishining bo'lganligida ham fikrdir. Payg'ambarimizning dadasining ismi Abdullah. Abdullah degan ismning uyg'urcha ma'nosi Allohning quli degan bo'ladi. Islom mavjud bo'lmagan bir zamonda Allohning quli degan so'z atalg'ular qandoq paydo bo'lgan? Makka mushriklari Allah sözünü köp tekrarlaydı. Allah deb ibadet qiladi. Ammo Ka'badagi 360 butni Allah'ның yordamchilari yoki sheriklari deydi va ularga cho'qinadi. Shuning uchun Rasululloh islomga kirmagan Makka aholisini mushrik, ya'ni Allah'a sherik keltirguchi deb atadi. Payg'ambarimizning onasining ismi Amina. Tunji ayolining ismi Xadicha. Buningdan boshqa Hazrati Ali, Hazrati Abu Bakr, Hazrati Umar, Hazrati Osmonlar Rasulullohning eng yaqin do'stlari va Rasulullohdan keyingi islom xalifalardir. Ularning ismlarining hammasi islomiyatdan burun qo'yilgan ismlar edi. Payg'ambar alayhissalom yangidan iymon etgan hech bir musulmonning ismini o'zgartmadi va yoki o'zgartish tashabbusida bo'linmadi. Shunga islom ism inqilobi emas deymiz. Qur'oni Karimda Arab bo'lmagan musulmon millatlarning arabcha ism qo'yishi farz va yoki sunnat qilinganligi to'g'risida hech qanday oyat yo'qdir. Misrda xristian qibtilar 85 millionlik nüfusning 18%ni tashkil qiladi. Suriyadagi arab nüfusining 10%i xristian. Livandagi arab nüfusining 39%i xristian. Xristian arablarning ko'pinchisining ismi o'xshashla arabchadir. Masalan, Livanlik mashhur arab yozuvchisi Halil Gibran xristiandir. Ammo ismiga qarab nurg'un kishilar Halil Gibranni musulmon deb faraz qiladi. Chunki Arab xristian, Arab yahudilar Arab millatidan bo'lganligi uchun arabcha ism qo'ygan.
Uyghur ismlarining %95% Arabcha va Farscha ismlardir. İsmimizning ma'nosini nurg'unlarimiz bilmaymiz. Bilishga qiziqqanimizmi yo'q. Xuddi Qur'on oyatlarining ma'nosini bilmaganimizga va bilishga qiziqmaganimizga o'xshash. Misal uchun bir qancha Arabcha ismning mazmuniga qarab baqayli. Abbas, Qo'pol. Abdurahmon, Rahmonning quli. Abdulbaqi, Abadi. Amina, ko'nglida tashvish yo'q. Asiya, Turk, Diyak. Asma, ism, at. Hajar, tosh. Litib, yumshoq. Sajida, sajda qilg'uchi, peshanasini yerga tekkizguchi. Sodiya, foydaliq. Zaynab, olmos toshlarning bir turi. Izzat, kuch-quvvat, ustunlik. Сөйімлік пайғамбарымыз və sahabalarga болған сөйгіміз tüpayli ularning ismini ballarımızga isim qilib qo'yish albatta biz musulmonlar uchun savobdir. Ammo Uyg'urcha go'zal so'zlardan tanlab ballarımızga isim qilib qo'yish gunoh emas. Chunki Uyg'urni, Uyg'ur tilini yaratquchi Allah, Arabni va Arab tilini yaratgan Allahning o'zidir. Payg'ambar alayhissalom barliq insonlarni musulmon bo'lishga chaqirgan. Ammo Arab bo'lishga chaqirgan emas. Islom ism inqilob bo'lmaganiga o'xshash kiyim-kechak inqilobim emas. Payg'ambar alayhissalom islom degan nimadir deb so'rag'anlarga islom hayo demakdir deb javob bergan. Hayo uyalmoq demakdir. Kimdan? Oldi bilan Allohdan. Uningdan keyin kishilardan. Hayoning ma'nosi insonning izzatiga muvofiq kiyinish, so'z harakatda bo'lishni o'z ichiga oladi. Hayo bilan iymon qo'sh kezakdir. Hayo ketib qolgan yerdan iymonmi ketib qoladi. Qur'onda musulmonlar kiydigan kiyimning shakli, modasi, rangi haqida hech qanday shart yoki amr yo'qdir. Sha'mu hayo va axloqqa uyg'un kiyim kiyish musulmonlarga tavsiya qilinib kelmoqda. Ey odam bolalari, sizlarga biz haqiqatan avirtinglarni yopadigan libosni va zinnatlanadigan libosni tushirdik. Arab surasi 26-oyat. Oyatda insonning nima uchun va qanday kiyim kiyish to'g'riliq mazmun hammamiz tushunarligidek ro'shan. Uyg'ur erlari uchun beshig'i salla yo'gash uzun bir tarixiy jarayon, urf-odat bo'lib kelgan. Eng muhimi salla dindorlik va taqvodorlikning simvoli bo'lib qolgan. Halbuki salla arablar musulmon bo'lishdan burunla ularning beshig'i kiydigan yoki boshni issiq sovuqdan qo'g'daydigan bir milliy kiyim edi. Payg'ambar alayhissalom Makkadan Madinaga hijrat qilib chiqqanda Abu Jahil kim Muhammadning tiriki yoki o'ligini akelsa 100 to'gi mukofot beraman deb jakarlagan. Asla qabilasidan Burayda Qurayshlarning mukofotini elish uchun Rasulullohni qo'g'lab tutishga chiqqan mushriklardan birisi edi. Ammo u Rasulullohni ko'rishi bilanla o'zi bilan o'xshash maqsadga kelganlar bilan birlikda musulmon bo'ldi. Cho'lda Rasulullohning qo'shini ichida ketib o'tib, beshidagi oq sallasini yeshib, nayzasining uchiga bog'ladi. Sizlardek shalliq bir qo'shin bayroqsiz mangsi yarashmaydi.
Agar ijozat bersangiz, sizlarning alamdoringlar yoki bayroq ko'targuvchisi men bo'lay dedi. Va toki Kuba yezisiga yetib borguncha Rasulullahning alamdorligini qildi. Al-Buxoriy 4-jild. Rasulullah arablarning bosh kiyimi sallisini musulmon bo'lishdan burunmi, musulmon bo'lgandan keyinmi kiygan. Rasulullahning kiyganini sunnat bilib kiyish savobdir. Ammo kiymaslik gunoh emas. Musulmon erlar taraqqiyot va yangi madaniyatdan foydalanishda bak mutasib emas. Uyg'urlarmi buning ichida. Ammo xotin qizlarimizga intayin qattiq cheklama qo'yishda hammamiz o'rtaqlikqa ega. Hatto ba'zilarimiz islom dinini xotin qizlarimizga zulm vositasi qilishni, ularga ko'yinish deb qaraymiz. Kiyim masalasida shundoq. Hatto ba'zilarimiz avrtini yapmay yurganlar bilan chottig'i yo'q. Madaniy islomiy qoidalarga eng uyg'un kiyganlardan qusur chiqaramiz. Musulmon xonim qizlarning qanday kiyinish kerakligining shartlarini o'rganish uchun faqat Qur'oni Karimga murojaat qilish kifoya. Mu'minlarga aytqinki, namaramlarga tikilib qarmasin, avratlarni yapsin, tashqi zinnatlardan boshqa zinnatlarni oshkorlamasin. Nur surasi 31-oyat. Oyatda birinchi bo'lib ayollarning namaramlarga, ya'ni erdan boshqa erlarga tikilib, erlarning shahvatini o'yg'otadigan ma'no bilan qaramaslik amr qilingan. Ikkinchisi avratlarni yepish amr qilingan. Uchinchisi tashqi zinnatlardan boshqalarni oshkorlamaslik. Ayollar uchun vujudining qaysi qismlari avrat hisoblanadi? Choch, yuz, qo'l avrat hisoblanamdi. Tashqi zinnat qaysilari? Quloqdagi zir halqa, bo'ynidagi zanjir marjon, qo'lidagi bilezuklar qaysi kategoriyadagi zinnat buyumlari hisoblanadi? Bu mavzularda Payg'ambar alayhisalom vafot bo'lib 100 yillardan keyin paydo bo'lishga boshlagan mazhablarda o'xshash bo'lmagan faqih olimlarning fatvolari, talash tortishlar bugunmi hech pasaymay davom qilib kelmoqda. Oyatdagi himar so'zi keng ma'noga ega bo'lgan bir so'z bo'lib, Uyg'urcha ma'nosi yapadigan rah demakdir. Arabchada ustalni yapadigan, ya'ni dasturxon rahmo, odam badanini yo'g'ib oladigan rahmo o'xshashla himar deyiladi. Ya'ni bir narsani yapadigan rah demakdir. Himar, umar so'zining birlik ifodalanishidir. Arabchada bosh, ras deyiladi. Ayollarning beshiga ortilgan yog'liqni miqna, nasif deydi. Tahorat elish to'g'risidagi oyatlarda ras, ya'ni bosh so'zi aniq tilga ilingan. Ammo yuqorqi oyatda ras so'zi yo'q. Tahorat elish to'g'riliq oyatda badanning qaysi a'zolarini qandoq yuyish to'g'risida tafsiliy tushuntirish bor. Ammo bu oyatda ayollarning yuginish to'g'risida tafsilot berilmagan. Tövəndəki oyatda bo'lsa, ayollarning yuginish haqida texmi tafsiliy əmrlər bor. Ey payg'ambar, ayollaringga, qizlaringga va mu'minlarning ayollariga aytqinki, purkanchi bilan badanini o'rib olsin. Bunda qilganda ularning hur ayol ekanligi eng o'ng'ay toniladi da boshqalar ularga chiqilmaydi. Azab surasi
59 ayet. Bu ayetteki açqışlıq söz jilbab. Jilbab sözü ərəbcə bəzi lüğətlərdə İslamdan burunqi ərəb örf-adətlərdə ayollarning əvrətlərini və ərlərini cəlb qılmaydigan şəkildə yögüb aladigan köynək deb izohlasa, yana bəzi lüğətlərdə jilbab kona ərəb örf-adətlərdə ayollarning çichidən tırnaqlarıgacha yögüb aladigan rəxning ismi deb şərhiləydi. Bu qiziq nuqtaga mərkəzləşkən ijtihad, bəs munozara 1000 yildan beri İslam dünyasının kun tərtibini egilab kelməkdə. Uyghur cəmiyyəti arasında bu məsələ intayin nazik bir tema sifatida kun tərtibimizdə. Ayətdə ayollarning yöginish lozimligining sababi Qur'onda aniq qilib mundaq o'tirg'i qo'yilgan. Bundaq qilganda ularning hör ayollar ekanligi eng o'ng'ay toniladi-da, boshqalar ularga cheqilmaydi. İslam dini dunyoda qulluq tuzum eng vahshiy bosqichdagi bir zamonda dunyoga kelgan. Qullar mal qatorida hisoblanganligi uchun, ya'ni Arab sahrolarida qul xotin qizlarga chiqilib o'tib ketadigan yovvoyi xarakterdagi erkaklar ko'p uchirgan. Jahiliyat zamonidagi haj faoliyatlarda mushrik ayollar Ka'bada qip yalang'och bo'lib, hayosizlik bilan haj tavob ishlarini qiladi. Erkin ayollarni qullardan farqlantirish uchun Allah bu oyatni nozil qildi. Agar Uyg'ur xotin qizlarimiz ichida payg'ambarimizning sahobalarning xotin qizlari paranji ichida edi degan tushuncha bo'lib, shundoq kiyinishni xohlasa, albatta bundaq kiyinayotgan xotin qizlarimiz bor. Ularning savobga erishish yo'lidagi bu kiyinish shakliga hurmat qilishimiz lozim. Agar bugun madaniy dunyoda yashayapmiz, qulluq davridagi vahshiy erkaklar kunimizda bak oz. Biz avratlarimizni yo'gab, diniy va milliy axloq, hayo ichida kiyindigan musulmon bo'lishni xohlaymiz deguchilarni ayblab chetga qoqmasligimiz, ularning Allah sevgisiga, islomga bo'lgan muhabbatiga hurmat qilishimiz lozim. Dunyo musulmonlari ichida jo'rabiylik shart-sharoit va milliy urf-odatlarga ko'ra musulmon ayollarning kiyinish shaklida farqlar bor. Saudiya Arabiston bilan Suriya yoki Tunisdagi musulmon arab ayollarining islomiy kiyim tushunchasi va kiyinishlari farqli. Turkiyadagi ko'p sonli musulmon ayollarning kiyinishi o'zgacha bo'lsa, Malayziya, Indoneziyadagi musulmonlarning kiyinishi boshqacha. Hindiston, Bengal, Pokiston ayollarining kiyinishi yana boshqacha. Tungan ayollarning kiyinishi o'ziga xos alayliklarga ega. Musulmon ellarda avratni yo'gash tushunchasining farqli bo'lish sababidan musulmoncha kiyinishmo farqli bo'lmoqda. Allah kiyim-kechakka emas, qalblarga xitob qiladi. Iymon qalbda. Islom dinida shakl emas, niyat hammadan muhimdir. Islom hayo, pokizlik, qo'laylik, huzur ustiga qurilgan dindir. Davomi bor.